Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Manaki bugun siz bilan qovoqdan damashli mant tayyorlaymiz. Mana bizni mantimizni ichidagi nachinkasi uchun kerakli masalliqlar: qovoq, archib tozalab oldim, qo'y yog'i va piyoz. Endi birinchi qiladigan ishimiz: bitta tuxum, 1 stakan suv, 1 qoshiqcha tuzni solib, qattiqroq xamir qorib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ishimizni boshladik. Unimizni ilova olamizda xamirni qorishni boshladik. Mana obunachilarimiz, xamirimizni tayyorlab oldik. Mana xamirimiz yumshoqligi. Mana shu ko'rinishda. Endi buni dam oldirishga ustiga paket yopamiz, olib qo'yamiz. Xamirimiz tinguncha biz nachinkalarni taxlab olamiz. Xamirimiz so'rang birinchi bo'lib qovoqdan boshlaymiz. Kubikcha shaklida qovoqni to'g'rab olamiz. Mana shu ko'rinishda qovoqni to'g'rab olamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, qovoqlarimizni to'g'rab oldik. Endi navbat piyozga. Piyozni oldin mana bunday qilib, keyin mana bu ko'rinishda to'g'rab olamiz. To'g'rab oldik. Endi navbat qo'yni yog'iga. Qo'y yog'imizni 4 burchak qilib, xuddi qovoqni qanday to'g'ragan bo'lsak, ana shu ko'rinishda, undan maydaroq to'g'rasak ham, ba'zilar yog' yoqmaydi menga deganda ham sezishmaydi. Chunki ichida erib, ta'mi qovog'imizga o'tib, juda ham sochli va mazali qiladi. Mana nachinkamiz tayyor bo'ldi. Endi buni chetga olib qo'yib, xamirimizni zuvolacha qilib olamiz. Mana xamirimiz tindi. Endi bitta mushlab olamiz xamirimizni yana. Mana chiroyli sip-silliq xamir tayyor o'sha xamirimiz. Endi buni zuvolacha qilib olamiz. Demak, 4 ga bo'lib olaman. Endi uni mayda zuvolachalarga bo'lib olaman. Mana xuddi mana shunday kattalikda. Endi bularni chiroyli qilib zuvolacha qilib olamiz. Manaki tayyor. Mana zuvolachalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga un sepib, bularni 10 daqiqa dam oldirib qo'yamiz. Mana obunachilarimiz, xamirimiz tayyor. Endi buni tekis yumaloq ko'rinishda yoyib olamiz. Mana xamirlarimizni yoyib oldik. Mana shunday ko'rinishda hammasini yoyib olamiz. Xamirlarni yoyib oldik. Men 2 xil razmerda qildim, chunki xo'jayinim katta mantini xohlaganlari uchun katta manti, bolalarim uchun esa o'ziga o'xshagan jajjigina kichkina mantichalar tayyorlayapman. Ana endi buni buqib olamiz. Bo'lib katta mantilarimizdan buqishni boshladik. Nachinkamizni bir qoshiqdan solib olaman. Mana solib oldik. Endi bunga yog' ustidan yog'larni qo'yib chiqaman. To'g'rab olgan qo'y yog'imizni bir xil qilib qo'yib chiqamiz. Mana endi buni
bukib olamiz. Bukkuncha uchlarini mana shunday ko'rinishda bukib olamiz. Chunki ichiga qolgan xamir uchlari ham yumshoq bo'lib, qattiq bo'lmasdan chiroyli bo'lib pishadi. Mana tayyor. Endi keyingi mantimizga o'tamiz. Buni ham xuddi shunday ko'rinishda bukib olamiz. Mana shu ko'rinishda tayyorlab olamiz. Manti qasqonlarimizni chiroyli qilib yog'lab oldik. Endi bunga mantilarimizni chiroyli qilib terib chiqamiz. E'tibor bering, bironta ochiq joyi qolmagan mantimda. Bir-biriga yopishib qolmasligi uchun oralarini ham yog'lab olamiz. Bir-biriga yopishmasligi uchun mantilarimizni ustini ham ozroq-ozroqdan yog'lab olamiz. Mana shu ko'rinishda. Shunda bir-biriga yopishib qolmasdan chiroyli bo'lib chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek yumshoqqina bo'lib. Mana obunachilarimiz, endi navbat jajjigina mantilarimizga. Demak, bularga ham solamiz ichini. Ustidan yog'larni qo'yib chiqamiz. Mana endi jajji mantichalarimizni ham bukib olamiz. Xuddi shu boyagi ko'rinishda bukib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek mantichalarimiz tayyor. Qasqonlarimizga buni ham terib olamiz. Mantichalarimizni ham shunday ko'rinishda. Mana bu mantilarimizni ham chiroyli qilib yog'lab olamiz. Mana demak, mantilarimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi bularni pishib chiqish uchun 40 minut manti qasqonga qaynab turgan suvga jo'natamiz. Mana qo'yib ham oldik. Endi qozonimizda qopqog'ini qo'yib 40 minut davomida pishirib olamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, 40 minut o'tdi. Mana mantilarimiz chiroyli bo'lib pishib tayyor bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Qarang. Endi buni tarelkaga suzib olamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, mantilarimiz tayyor. Albatta siz ham uyda buni tayyorlab ko'ring. Xohishga qarab ustiga o'zingiz xohlagan nachinkangizni tayyorlashingiz mumkin.